Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının gündəlik xəbərlər proqramımıza xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurşid. Hörmətli görürmənlər. Tövəndə diqqətinizlər gündəlik xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Dünya Uyghur Qurultayı, Uyghur Kişilik Hüquq Quruluşu və Angliyadagi Yarşar qonun harakati to'g'ri tarafidan Angliya hukumatining Uyghur majburiy emgak mahsulotlarini cheklamay, Angliyaning aloqador qonunlariga xiloflik qilganligi haqida sungan arziga qarta London yuqori sud mahkamasi 25 oktyabr atdiganda guvohlik yig'ini o'tkazdi. Arznamada shikoyat qilingan asosli o'rin Angliya tamujnisi bo'lib, guvohlik yig'ini 25 oktyabrdan 26 oktyabrgacha davom qiladi. 25 oktyabrdagi guvohlik yig'iniga Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqin Aysa, Qurultay bayonotchisi va Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin, Qurultay London ishxonasining direktori Rayma Mahmud, Angliya Uyg'ur jamiyatining raisi Mayra Aysa va Yarshar qonun harakati to'rining advokatlaridan tarkib topgan arzdorlar hay'ati qatnashdi. Guvohlik yig'ini boshlanishidan burun London yuqori sud mahkamasi oldidan stansimizning ziyoratini qabul qilgan Dolqin Aysa va advokatlar o'zlarining yurak so'zlarini bayon qilib mundaq deyishdi. Assalamu alaykum. Dünyanın en iyi yerdeki Özür Şerif Türkistanlı kurulun kardeşlerimiz. Hani bugün adil yerde Angliya yuqori sud mahkamasiga vatanimizning inqivatgan mecbur emgak çekişip bo'lgan mahsulotlarni Angliyaga cheklash to'g'risida 3 yildan buyon deb turayotgan qonuniy kurashlarimizniki bir qonuniy bosqichi bugun bu yerda boshlandi. Angliya podshohlik sud mahkamasi tomonidan yana 15 minutdan keyin bu mahkama boshlandi. Bu tarixiy bir kun, Uyg'ur xalqi uchun tarixiy bir kun. Bu yerda Dünya Uyghur Qurultayining vakillari ve Yer Şariye Kanuni Hareketi'nin vekilleri ve bizim advokatlar bir tayyorlik qilyapmiz. Hozir 5 minutdan keyin ya 10 minutdan keyin bu sud boshlandi. Shunga inshaalloh bu sudni biz tutalsak Xitoy hukumatining iqtisodiyotini cho'ng bir zarb bergan bo'laymiz. Tarixiy bir hodisa. Tunji qitim dünya tarixida Uyg'urlarning bir hukumatga qarshi yapgan qonuniy kurashlarimiz bo'lib hisoblandi. Bu yerda bizim advokatlarimiz var. Advokatlarimizdagi bir fikrini anglaydi. Today is important historical day for the Uyghur on the whole human being today. What is your message to the Uyghur people and the others? Well, I think that this is a first step to trying to change the current situation, to try and alter the way we are connected to the problem that they're experiencing, and asking governments to stand up and live up to their obligations under the law. And we hope that this starts something more progressive. Birinci kadem bu hükümetlerindeki müşahitli Uygurlarga ilip verivatkan Xitay hükümetindeki ilip verivatkan bu tutumunu kanuni cihetten cezalaş, kanuni cihetten bozaş birinci kadem. Rahmet sizlerge davamlı bu ma'lumotlardan xabardarlik beramiz. Kuzatuvchilarning qarashicha, agar arzdor taraf bu sotda yengib chiqqan taqdirda Xitoy mahsulotlarining Angliya bozorlariga kirishi zo'r cheklimga uchraydi va Xitoy shirkatlari iqtisodiy jihatdan milliardlagan dollarlik og'ir ziyonga uchraydi. Bu muhojiratlik Uyg'urlar tarixida Uyg'ur tashkilotlarining tunji qatim bir chet el hukumati ustidan sotga rasmiy arz sunishi bo'lib hisoblanadi. Shunga bugun boshlangan guvohlik yig'ini haqidagi xabarlar g'arb matbuotlarida keng doirada o'rin oldi. Dünya Uyghur Qurultayi 2020-yili 23-aprelda Angliyadagi dunyoviy qonun harakatlari qonunchilik markazini vakolatchi qilgan holda Angliya Oliy sud mahkamasiga Angliya hukumatining Sharq Turkistondagi majburiy emgak chetishlik mahsulotlarining Angliyaga eksport qilinishiga yo'l qo'yganligini ayblish haqida arz sungan edi. 2021-yili Uyg'ur Kishilik Huquq Qurilishi bu arzga qo'shilgan hamda oradan uzun o'tmay mazkur arzni Angliya Oliy sud mahkamasi qabul qilganligini jakarlagan edi. Ko'plagan agir to'qayliqdan keyin dastlabki sud guvohligi 25 oktyabr rasmiy boshlandi. Dunyoviy qonun harakatlari to'rining advokatlaridan Derbla Minok bu haqda matbuotlarga bergan bayonotida mundaq deb ko'rsatdi. Bu qitimliq arzdagi javobgar taraf jinoiy ishlar va tamujna xizmatiga mas'ul bo'luvchilardir. Ya'ni tamujna qonunlarini ijro qiluvchilar va jinoiy harakatlarni nazorat qiluvchilar. 2020-yili dunyoviy qonun harakatlari to'ri va Dunyo Uyg'ur Qurultayi bu organlar bilan aloqalashib Angliya import qilayotgan paxtalarning, bo'libmi bir qism Xitoy shirkatlari ishlab chiqarayotgan paxtalarning Uyg'ur majburiy emgak orqali tayyorlanayotganligini, davlatimizning qonunlari bo'yicha bundaq mahsulotlarni import qilishga bo'lmaydiganligini aytdik. Ammo ular buningga quloq silishni rad qildi. Ular oshxil mahsulotlarning davomli import qilinishini cheklash haqidagi fikrimizni rad qilib qolmasdan, bu sohadagi qonun moddalariga qaysi shaklda xiloflik qilinayotganligini tekshirishni rad qildi. Shuning bilan biz Angliya import qilayotgan paxta mahsulotlarini tekshirib ko'rishga qodir bo'la olmaslikdek bu qilmish uchun ularni sudga arz qildik.
Advokat Derblan Minuk bu jihatdagi xizmatning ma'lum ijobiy natija yoritishidan umidvor ekanligini ta'kidlab mundoq dedi. Biz sotqa ko'plagan dalil isbotlarni topshirdik. Ular 1000 betdan oshadigan bo'lib, sun'iy hamro suratlari, Xitoy hukumatining maxfiy hujjatlari, bir qism tashkilotlarning dokladlari, Uyg'ur sot kollegiyasidagi shohidlarning bayonlari, Xitoy shirkatlaridan olgan bu haqdagi munosabatli javoblar deganlarning hammasi to'plandi. To'plangan dalil isbotlarning hammasi birla narsaga, ya'ni Angliyaga mahsulot import qilayotgan shirkatlarning majburiy emgakka qaysi darajada bog'lanishli ekanligiga markazlashdi. Shunga bu da'vo nihoyat muhim. Mening bilishimcha, bu Uyg'ur tashkilotlarining chet el tuprog'idagi sud mahkamasida mushkildagi da'voga tunji qitim kirish hisoblanadi. Ya'ni kelib Angliya hukumati Xitoy hukumatini ular qilayotgan bir qator ishlarda keskin ayblagan bo'lsa-mu, bu ishlarni cheklashda amaliy va konkret bir ish qilmadi. Shunga bu masala Xitoy shirkatlarining Angliyaga mol eksport qilishidek iqtisodiy faoliyatlarga chek qo'ydigan bo'lg'achqa, mohiyat Xitoy hukumati ijro qilib Uyg'ur majburiy emgaki va lagerlarni to'xtatish amalga oshguncha davom qiladi. Ma'lum bo'lishicha, dunyoviy qonun harakatlari to'g'ri mustaqil advokatlar guruhi bo'lib, maxsus har qaysi hukumatlar va tashkilotlar ustidan sunilgan shikoyatlarni bejirish bilan dong chiqargan. Bu qitimmi ularning Angliya hukumatini sotqa berishi har qaysi axborot vositalarining zo'r diqqatini qo'zg'amoqda. Navbatda Angliyada xizmat ziyoratida bo'layotgan Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa, Qurultay bayonotchisi va Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkinlardan tarkib topgan Qurultay heyeti 24-oktyabr kuni Angliya parlamentini ziyorat qilib, parlament a'zosi Muhammad Afzalxon apandim bilan ko'rishib suhbat ilib bordi. Bu qitimqi suhbatning asosli mazmuni Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Angliya parlamenti va hukumatining bundan keyin qanday amaliy qadamlarni besish masalasi bo'ldi. Dunyo Uyg'ur qurultayining arzi bilan Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasining Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan qilmishlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb hukm chiqarganligini, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining bugun Amerika boshchiligidagi 10 g'arb davlati tomonidan rasmiy yo'sinda qabul qilinganligini, BDT kishilik huquq oliy komissarligi tomonidan Uyg'ur vaziyati haqida e'lon qilingan dokladda Xitoyning Sharq Turkistonda insoniyatga qarshi jinoyat ishlash mumkinchiligi borligining amaliy faktlar orqali o'ttirib qo'yganligini eslatib o'tgan Dolqin Aysa apandim, navbatdagi eng jiddiy masalaning Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlar yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'sib qilish va irqiy qirg'inchilik jinoyati sodir qilayotgan Shi Jinping boshchiligidagi Xitoy amaldorlariga yanama unumli jazo tadbir qo'llanish ekanligini, faqatla irqiy qirg'inchilikni qabul qilib, qaror qabul qilib qo'yishning kifoya qilmaydiganligini ifoda qildi. Angliya ishchi partiyasiga mansub parlament a'zosi Muhammad Afzalxon apandim Pokiston nasllik musulmon parlament a'zosi bo'lib, uning asosli mas'ul sohasi ko'chmanlar masalasi va soqchi adliya xizmatlaridan iborat. Uning Angliya hukumatidagi ta'siri alohida kuchli bo'lib, Angliya matbuotlari hatto uni Angliyaning ko'chmanlar ishlariga mas'ul ko'langi vaziri deb atab kelmoqda. Shundaqla Muhammad Afzalxon apandim Angliyada yashayotgan musulmon millatlar orasida intayin zo'r qo'llashga ega. Muhammad Afzalxon apandim bu qitim Dolqin Aysa boshchiligidagi qurultay heyeti bilan ko'rishish jarayonida qilgan so'zida o'zining hozir qadar Angliya parlamentida musulmon Sharq Turkiston xalqining ovozi bo'lishga tirishib kelganligini va bundan keyin Uyg'urlarga bo'lgan qo'llashini izchil davomlashtirilganligini, Qurultay heyetining taklif fikr va talablarini Angliyaning munosabatli organlariga yetkazib berdiganligini ifoda qildi. Dolqin Aysa apandim ko'rishish jarayonida yana Muhammad Afzalxon apandimga o'zining Xitoyning erkinlik to'zg'i nomli kitobini sovg'a qildi. 23 oktyabr kuni Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari Shi Jinpingning 3-qitim Xitoyning eng oliy rahbari bo'lib hokimiyat beshiga yana bir qitim kelganligi rasmiylashdi. Shi Jinping boshchiligidagi Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti siyosiy byurosining yangi navbatlik 7 nafar doimiy a'zosi e'lon qilingandan keyin Xitoyning yanama cho'ng qadamlar bilan mustabidlik qarab manganligi xalqarodagi nopuzliq axborot vositalarining qiziq temasiga aylandi. Xabarlarning mutlaq ko'p qismida Shi Jinpingning amdi huquqni to'liq qo'liga ilib, mutlaq kontrollikni ishga oshirganligi ilgari surildi. Bo'libmi xabarlarda uning Xitoy Kompartiyasi siyosiy byurosining a'zoligiga butunlay o'ziga sodiq odamlarni bekitganligi buning yorqin ifodasi deb ko'rsatildi. Kuzatuvchilarning qarashicha, 7 kishidan tarkib topadigan Xitoy Kompartiyasi siyosiy byurosining Shi Jinpingdan boshqa 6 nafar a'zosining hammasi asosan Shi Jinpingning odamlari ekan. Ularning hammasini bir jangalning bo'rlari deyishga bo'ldi ekan. Buningdan qaraganda Shi Jinpingning qarorlari endi siyosiy byuroda hargizmi talash tartish qilinmaydi ekan va Shi Jinpingning degini degan bo'ladi ekan. New York vaqt gazetining Shi Jinpingning huquq mustahkamlandi, endi uningga kim yo'q deyalaydi mavzuliq maqolasida Shi Jinpingning o'z atrofiga butunlay o'zining gapini anglaydigan odamlarni yig'ishi Shi Jinpingning o'z nishonlarini to'solg'usiz ishga oshirish yo'liga mangdiganligini ifodasi deb baholagan. Maqolada mundoq deyilgan: Shi Jinping Kompartiyaning eng yuqori darajalik organi bo'lgan siyosiy byuroning doimiy a'zolarini butunlay o'ziga sodiq kishilar bilan to'ldirdi. U yana davlat xavfsizlik xodimlari,
Hərbiy qomandanlar, ideologiya məsulları, injenerlar və texniklarını təyinlədi. Şundaqla özünün Xitayning hərbiy və texnik cəhətdən dərəcədən tashqari cho'ng davlat sifatida qad ko'tarish arzusini amalga oshirishni ta'kidladi. Dunyo uchun aytganda bu Xi Jinpingning kun tartibini amalga oshirish uchun yangidan jonlangan bir Xitoyni namoyon qilish mumkin. Beijing xalqaroning o'zining qattiq qo'lliq siyosatlariga qaratgan tanqidlarga yanada qarshi turishi mumkin. U strategiyalik ahamiyatga ega fan texnikalarda o'ziga tayinishni ishga oshirish uchun texmi ko'p izlanmoqda. U bu rayondagi oldingi qatordagi harbiy kuchga aylanmoqchi va Tayvan siyosatini kuchli yo'sini ta'kidlamoqchi. Xi Jinping bu qitimli qurultayda qilgan so'zida yer shari taraqqiyoti va xavfsizlik masalasini hal qilish uchun Xitoyning endi o'zining planlarini ilgari suradiganligidan bishorat berdi. New York vaqti gazeti maqolasida garchi Xi Jinping yuqorqidek nishonlarni o'ttirib qo'ysimi, ammo tarixdan beri atrofiga o'zining odamlarini yig'ib olgan rahbarlarning oqibatining bek parlaq bo'lmaganligini eskartib o'tgan. Maqolada mundaq deyilgan: Xi Jinpingning huquqini kuchaytirishga mablag' silishi xuddi zo'r qimarga o'xshaydi. Chunki tarix betlariga o'ziga nachar xabarlarni berishdan qo'rqadigan kishilar bilan qo'rshalgan mustabidlarning kibr va darajadan tashqari qudrat sababidan qarg'uga aylanganligidek misollar bilan to'lgan. CNN televiziyasi Xi Jinping ilgirkiga qaraganda kuchlik, bu dunyo uchun nimadan derak berdi mavzuli xabarda ko'rsatilishicha, Xi Jinping endi Xitoyning kelgusini kontrollik ostiga olgan. Yana Xitoyning kelgusi endi faqat Xi Jinpingdan iborat bir odamning nazariyasi va orzusi asosida shakllanadi. Endi kompartiyaning yuqori qatlamida uningga qarshilik ko'rsatish va Xitoyning kelgusi haqida qayta o'ylanish imkoni yo'q ekan. Bloomberg to'g'ri bu vaqtdagi maqolasiga Xi Jinpingning Xitoydagi mutlaq kontrolli dunyoni texmi qalaymaqon qilish xavfiga ega deb mavzu qo'ygan bo'lib, mazkur maqolada nurg'unlagan Xitoy ishlari kuzatuvchilarining o'rtaq andishisi shuki, endi hech kim Xi Jinpingga xatoliklarni aytishga jur'at qila olmasligi mumkin deyilgan. Maqolada siyosiy biro doimiy a'zolarining hammasining Xi Jinpingning barliq qarorlariga qo'shilish va uning bilan izchil yonma-yon turish orqali eng yuqori huquqqa erishgan amaldorlar ekanligi. Ularning Xi Jinpingning qarorlari qandoq bo'lishidan qat'iy nazar uningga hargiz qarshi chiqmaydiganligi bayon qilingan. Bloomberg to'g'ri bu vaqtdagi maqolasining oxirida bu yil Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukrainaga hujum qilib urush qo'zg'ash orqali bir kishilik hokimiyatning xavfiga sal qarashga bo'lmaydiganligini ko'rsatib qo'ydi. Garchi Xi Jinpingning Tayvanga tez orada tajovuz qilishga tayyorlik qilayotganligi to'g'risida hech qanday alomat bo'lmasa-mu, ammo Amerikaning qattiq ogohlantirishiga qaramay yolg'iz uning tadbirlari Xitoyga hukmronlik qilishga boshladi deyilgan. Maqolada yana Xi Jinpingning qarorlari keltirib chiqaradigan oqibatlardan ogohlantirish bergan. Bloomberg to'g'rining xabar qilishicha, Xi Jinpingning 3-qitim Xitoy hokimiyatini qo'lga olish bilan tang Xitoydagi eng chong ijtimoiy aloqa vositasi bo'lgan WeChat, eng chong savdo supasi bo'lgan Alibaba va Jingdong, eng chong izlash to'g'ri bo'lgan Baidu qatorliq chong shirkatlarning peyi biroqli tushib ketgan. Şirket xo'jayinlari bir kunda 9 milliard dollar ziyon tortgan. Hindistonda nashrdan chiqadigan ABP xabarlari kanalining 23 oktyabr e'lon qilgan tekshirish doklati 74% Bangladeshlik Xitoyning Uyg'urlar ustidan bostirish yurgizayotganligiga ishindi nomli xabarga asoslanganda, Dhaka universitetining irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish tadqiqot markazi yaqinda bir raysinash elib berib, 74% Bangladeshlikning Xitoy hukumat Uyg'urlarga zulm salmoqda deb qaraydiganligini e'lon qilgan. 165 million nopos bo'lgan 91% aholisi islom diniga e'tiqod qiladigan Bangladeshda elib berilgan Xitoyning davlat obrazi nomli bu raysinashga 12 cho'ng shahar, 32 rayon, 8 bozordan minglagan kishi qatnashgan. 66% 34% ayol ishtirok qilgan bu raysinashda 74% kishi Xitoy hukumat Uyg'urlarga zulm salmoqda deb qaraydiganligini bildirgandan sirt, ya'ni 24% kishi Uyg'urlar faqat musulmon bo'lganligi uchun bu zulmga uchirmoqda deb qaraydiganligini bildirgan. Ma'lum bo'lgandek, 2021 yil 3-oyda Bangladesh poytaxti Dhakkada bir qism musulmon jamoat Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan bostirishlarga qarshi norozilik namoyishlari olib borgan edi. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.